Sotuvga Tesla Model 3 2022-yil 7-oy 31 ming yurgan mashina, Apple'ga ulangan, sertifikati живой. Oldida 30% kraskasi bor, krilok, kapot, men bilganim, ya'ni ustinglar ko'rsatib olasizlar. Mashina ideal holatda, videoda ham ko'rinib turibdi. Bilasizlar, biz mashinani aybi bo'lsa, hamma aybini aytib, keyin sotamiz, chunki nimaga bizga gap tegib qolishi kerak emas. Mashinaning 2-3 ta kamchiligi bor, bilasizlar. Tana mashina olgandan keyin ham baribir o'zingizlarga masalan bir 5-600 dollar sarf qilasizlar. Bu mashinamizda ikkita kichkina aybi bor. Bittasi oldi yog' nasosi ishlamay qolgan, yana bitta muammosi tepadagi kamerani bittasi ishlamay qolgan. Shunga shu yerda radar bo'lib mashinalarni ko'rmaydi. Обновление oxir telefonga ulangan, sim kartalari ishlab turibdi. Holati ham normalniy holatda salonda. Mana sirenalar bilasizlar 31 ming yurgan mashinani yana kichkina aybchasi bor. Bu yerda shu shilinib qolgan, nimadir bo'lib qolgan joylari ideal normalniy turibdi. Rullari ham o'rtalarini alakantara qilib qo'yishgan ekan. Orqa ko'rinishlarini ko'ramiz salonda. Orqasi ham normalniy, patologlari shunaqa qilib qoraytirib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa mashinani boshqa aybi yo'q. Yana bir qator o'zingizlar tekshirtirib, didinglarga yoqsa kelishilini oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 ming kami bor deyapmiz. Xudo xolasa kapot ustida kelishamiz buni. Lekin 23 mingga yaxshi narx, rasa bo'lsa 5-600 dollar atrofida rasxod bo'ladi. Mashina yaxshi holatda. Oxirgi koreyskiylar uchun kelgan. Oxirgi обновлениеda 2025-26 7. Xudo xolasa mashinamiz tiniq holatda. Shunday bosib olish kerak bo'ladi. Pastda nomer qoldirib beraman. Bemalol nomerlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Kelib mashinani ko'zinglar bilan ko'rib, haydab tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Umuman muammosi yo'q. Xizmatlar bo'yicha xudo xolasa bemalol Tesla House ga aloqaga chiqarasiz. Kimga shunaqa mashina kerak bo'lsa Tesla House ga aloqaga chiqarasiz. Bu videoda Tesla istab yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, lekin shikolat narx bunaqa holatdagi mashinaga. To'g'ri, ozgina kamchiligi bor. Bartaraf bo'ladigan kamchiliklar, seryozni narsalar emas. Tesla House bilan birga bo'linglar.